Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Alimjon Ahmad. Hammanglarning shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men biroz burun Fibonacci sonlar qator to'g'riliq 3-darsini ishlab qildim. Hozir ham 4-dars shu deyishgandek 4-dars so'zlayman. Ya'ni Fibonacci'ningki Forex'dagi sham grafikidagi qo'llanishini so'zlab chiqman. Agar aranglarda bu navbatdagi bu darsni tunjib anglaganlar bo'lsa, agarda bu darsliklar bilan uchrashganlar YouTube'ga yoki Google kirgizib, Google'ga Uyg'urcha sham grafik darsiga deb kirsanglar bo'ldi, yoki Alim Forex deb izlasanglar birinchi rad chiqadi hamisi Google'da. Aşağıdan tepib shu birinchi darsdan boshlab yechib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Chunki hamma narsani tushunishli bo'lishi, hamma 5dan boshlab yaxshi tushunib qoldim. Puxta qadam bosqichlar bilan mashg'ullarni umid qilmaslarni. Xo'sh, ham darsga kirsak, MetaTrader'ni qildim. Hamda hozir 3 soat darsda bu Fibonacci'ninki xilma-xil qaytishlari, andan keyin Fibonacci sonlar qatoridagi xilma-xil persentlarni hisoblab chiqqan to'q, andan keyin oltin bo'lish nuqtasini hisoblab chiqdik degandek, buni nimada ko'rsatdim hisobda darsda. Endi bularning qo'llanishini tushuntirib o'tay. Xo'sh, eng ustidagi grafikdan boshlab o'tay. Misol farqlanmaydi, soatlik grafikni ochamdik, 4 soatlik, 1 soatlik, 15 minutlik, qaysi grafikni olsak o'xshash. Misol hozir ochqinim dollarningki Shveysariya frankiga nisbati. Bu grafikni aytmak güzel bir grafikka qarashda hamma yerni to'liq o'qib bo'lgan grafikning. Misol hozirgi maqsad bu Fibonacci'ni tushuntirishga, ya'ni testray. Kichikday grafikni. Misol qarayganimizda hozir yani nima qilay? Voy. Misol to'g'ri, bu Fibonacci'ninki dastlabda persentlarni qaytishini ko'rsatmadim. Buni bir ko'rsatib o'tay. Sizlar normalda men ikkinchi darsda o'qiyman, ikkinchi darsda so'zladim o'qiyman. Birinchi va ikkinchi darsda so'zladim. Va shu mishaga, shu qatoriga, shu o'zinglar ishlatmoqchi bo'lgan funksiyalarni qanday qatilganligini so'zlab o'tgan. Agarda buni bilmayganlar bo'lsa, shu birinchi darslarga qarab qilsanglar, shunda shu ko'znakni shuna qarab kelgan darslik bor. Misol Fibonacci'ni o'sha ekandan keyin sizlarnikida bu Fibonacci'ni bunday tatib qilsanglar, ma'lum bir yo'nalishga tatgandan keyin sizlarnikida balki bunday ekran darhol chiqmasligi mumkin. Chiqmay qolgan bo'lsa 10 kun chekib, undan keyin mana shu sahna ustiga kelib 10 kun chekib xastalikni assanglar chiqadi. Yoki bo'lmasa mayadan extrasteni opsiyon kirib, opsiyonda object ochgandan keyin andan keyin ya'ni shu obyektningki xasligi shu darhol qatqandan keyin darhol ichilsin degan ramkani o'zini besib qo'ysanglar. Misol men hozir uni o'chirib boqay. O'chirtay. Okay. Andan keyin tutasizay. Sizsam sizildi hech qanday bu qana tahrirlamsiz bu narsa chiqmadi. Endi hozir ekstras qildim. Ben bastım. Okay. Andan keyin bassam daromda bir rang chiqadi. O'zgartirish ko'rgazamsiz, ranglarni tanishamiz, sonlarni tanishamiz degandek. Bu hamma narsada bor bu. Misol mana chiqadi, sizlikda ashna shu. Endi qarasanglar bu hozir Fibonacci'ga qaragan bo'lsanglar, bu yerda ebini deb kirman chiqadi bu qavatlarga biz birinchi darsda, mana 3-dars so'zlagan shu persentlarni mishaga yozamiz. Persent yozmaymiz, to'g'ri, 0 chekit balani deganni yozamiz. Misol bularning ichida eng muhim deb qarayganlarim hamda xilma-xil qaraydigan, men o'zim ko'pincha yoqtirib ishlatadiganlarim persentlar mushlar shu. 0.382 cho'qim bu yerda 0.38 da bezib qo'ysanglar olmaydi. Cho'qim 382 da bezsanglar kerak.
Çünkü günlük grafiklarda tahlil qilmoqda 3 xonning hammasi muhim bo'lib beradi. Anakan 0.5 tang 20 degan gap hisobda. Men 0.618 degan son 1.618 degan son muhim hammasi. Ama bu matematik 5 ay bo'lma bu hisob tushuntirilishi degan narsa. Buni men hisobda men 2-darsda tushundirgan, buni qanday yozganini. Nemishqa mushnaq ma kayni dollarni yozib qo'yganligini degandek hamma tushundirgan ash darsni ko'rsanglar bo'ldi. Ama Fibonacci'da 1.618 dan boshqa 1.13 degan qiymat muhim. Anan ekan 0.886 degan qiymat muhim. 272 degan son muhim. 2.24 degan son muhim. Anan ekan 786 muhim, 1 muhim, 141 4% degan muhim, 261 8% degan muhim. Aşnaq muhim hammasi. Hisobda bularni shu misol men hozir sizlarga bir talni qaytib boqay misol. Hozir men bu yerda birsini nima qilmoqman? Misol men hinchi figurni tanlab minus 0 cheket 272 minusni tanladim. Nima qilsam hozir menga bir tal siziq chizildi. Buni tushuntirishni yozib qo'y. Misol hozir birini qatdim, ammo menda hech qanday qarasanglar assiz xda aqliyaklay. Hammasida bir son bor, ammo masada hech qanday son yo'q. Bu son nimishqa yo'q desa, xosligiga hech kim yozmadim men chunki. Shunga bu hisobda minus 270 minus 0 minus 0.6 bu 27'de 2% qo'yaymi? 2% damdoq buni. Anakin bo'shliq, anakin %, anakin dollarni yozib qo'ysak nima bo'ldi? Mana qiymatini tang chiqadi. Shunaqa. Bular muhim hisobda. Bularning hammani men nimada Wordda yozib qo'ydim. O'zingizlar foydalanib qilsanglar bo'ldi. Yani Fibonacci retracement deydi. Sizlar o'zingizlar bu darsni ko'rib bo'lgandan keyin davomli yana tirishib o'rganmoqchi bo'lsanglar boshqa inglizcha yoki boshqa tildagi o'zingizlar tushunadigan tildagi darslarni ko'rib qilsanglar bo'ldi. Qisqasi shu asos ming tal dars ko'rsanglar, ming tal darsning hammasida shu sadoqatdagilarni so'zlaydi. Endi buni men nima so'zlayman desam, hozir misol bu Fibonacci retracementni bosdim. Anan keyin misol ma arliqni bir nima qo'yay. Misol ma tuvan nuqtadan yuqori nuqtaga chiqibdi. Normalda buning ma sizganda bir uchi bilan yana bir uchi va hisob bu mayadan boshladim, miyada oxirlashtirishni ama buni men qanday sizma deganda hamda chuqum soldan boshlashim kerak, o'ngda oxirlashtirishim kerak. Mayli sol taraf ustida bo'lsin yoki ostida bo'lsin, nada bo'lishini qarasa soldan o'ngga ma'lum grafik. Ba'zi tutoriallarda bek murakkab so'zlagan, gapni yig'ib ekansa shu soldan o'ngga deb tushuntirsam eng oson shu. Soldan o'ngga ma nuqta ekilsam okey qilay. Hozir qarsanglar miyada. Yani bu nimani tushundirmoqchiman deganda, ma nuqtadan, yani soatlik grafikda mayadan boshlab hozir misol ma bahodan 0.10.9591 degan sondan boshlab 9600 yani 100 nuqta 9699 100 nuqta taxminan 100 nuqtadan ortiqroq 105-6 nuqta o'sibdi bir necha soat ichida. Shu o'sgandan keyin amdi gap mening maqsadim hozir bunda tushyotdi deylik, masalan bozor bunda miyadan boshlab bunda tushyotdi. Amdi bu nada yenib ketish kerak, nada yonudi keyniga, ya'ni davomli o'sidi nadan boshlab deganni hisoblamoqchi mening maqsadim. Normalda bu Fibonacci'ninki Fibonacci retracementning ichida eng muhimi sizlarning ichida eng muhimi 61.8%, eng muhim.
Bunun qalsa, onunki men 38 mi mühim, 50% mi mühim, ama eng mühimi men 100 qatımlap, 1000 qatımlap sınaq qilib bo'lgandan keyinki mening o'zimning his qilganim shu 61.8% degani eng mühimki deb o'yladim. Bunu hem de torlarda bazı insanlar başqacha tushundirish mumkin, onu bilmayman, lekin men Rossiya qilsam boshqalarning gapiga bek qulog'im sep ketmayman, chunki o'zim o'z qo'lim bilan sinaq qilib bordim buni. Shunga sizlarga deb beray, o'zinglarni sinaq qilib borsanlar bo'ldi. Asosiy 61.8% degan nuqta nihoyat muhim nuqta. Mishada ko'pincha qatim, misol 100 qatimlab sinaq qilib olmasak 55 qatim, 56 qatimlab mishada yanadi. Qolgan qatimlarda ama qolganlarni yenib qilish ehtimoli bor. Yani misol hozir qaragan bo'lsanglar, mana miyada mishadan yenibdi, misol 61.8 degan %dan. Miyada misol ko'rgansizlar, aslida bizlar bir pelikdan birisi bor, uzrab ekan pelik, bu boshqa bir sabablar, misol iqtisod uchur yoki taraqturuq degandek cho'q xil narsalar sababidan astag'imda bir shunga tushib qo'yib anikan o'sib ketgan narsa. Bu aniq emas. Qisqasi asos to'xtayrim 61.8. Mishada boshlab kaynigan qol. Qarang misollar. Endi misol hozir endi biz bayatın tövendan ustiga chiqqan yo'nalishdan pastga tushayotgan vaqtda nada to'xtab, nada boshlab yenib ketganligini hisobladik-ku. Endi keyingi qadamga kelay, endi men ustidan tövanga sizayamda. Ben bu yani qilib boqmadim. Hozir faqat tunji qatim etishim va bu grafikni va tunji qatim qaravatman sizlar bilan. Billar. Qaragan bo'lsanglar endi yani yuqoridan tuvanga tatdim. Tassam 61.8 ni eshik tutdi. 78'de 6 degan nuqtada, mana shu nuqta. Qaragan bo'lsanglar, bu yerdan bir şey tigib do'lam pastga tushib boshlabdi. Tushib, bu yerdan 30 nuqta tushibdi hisobda. Nöqtə işkilot deb qo'ysanglar $60 paydo bo'ldi hisobda. Bir 2 soat ichida. Anandan keyin misol endi hozir biz mandaq nim qilib miyani topdik. Endi buning keyingilam qadamini topayamdi. Miyani boshlab miyaga chiqlay. Lekin to'g'ri, insonlarda bo'lsin qat'iy xatolashib, bu Fibonacci xohlagancha sizib o'ynayversak bular o'xshaydi deb o'ylab, bu miyadan mundaq sizsanglar bo'lmaydi buni. Bilinglar, chuqur to'g'ri durust sizishinglar kerak. Ya'ni bu misol miyadan sizmay, miyadan sizib qo'ysak bularmikin deb o'ylab qolmanglar. Chuqur miyadan eng tuban nuqtadan boshlab sizlar, hatto misol ma'noda misol miyada dastlabda, misol biz hozir miyaga ketib boramiz. Ma yuqori nuqtaga chiqib bo'ldi deylik, ma yuqori nuqtaga va bu pastga tushib bordi. Bu nereden yanıdı deganni mumkinmiz. Taxminan 50%, 61.8 ninki ustida 50% ostida yenibdi, miyada bo'lsa yenibdi. Endi hozir bu grafik miyaga kelib bo'ldi. Miyaga qo'yamiz. Miyaga qo'yamiz. Mana qo'ysak, qarasanglar, dal 61.8 dan yenib ketibdi, ya'ni qaytadan. Bundoq nimada dal 61.8 dan boshlab ustiga 60 nuqta o'sibdi, 70 nuqtaga yaqin. Anandan keyin misol endi hozir yana bir qadamni nima qildi? Miyani sinayli. Miyani sinasak, qarasanglar buni 50%. Qarasanglar, dal 50% da nima qildi? Ammo asosligimda bir tushib qo'yishlari bu bek muhim narsa emas. Asosli mening bu yer maqsadim grafikning nega kelganligi nima emas, eng muhim narsa. Çünkü ben bu fakat bir tal Fibonacci qarab turiblar mümkün voyma üstüdeki ama tushudika deb olsanglar ziyon tortib ketsizlar. Bunda aza ish emas bu. Yani bir 2-chi darsda so'zlagandim, YouTube'dan bir yerdan bir ming operatsiyasi yo'q bo'lsa, ko'z operatsiyasining qilayotgan videoni ko'rib, shuning bilan bir soatlik bir videoni ko'rgandan keyin voy men bo'ldi bugun mesela ko'z operatsiyasi qilgan doktor o'lmadi. Ko'z operatsiya qilsanglar, balki 100 million qatim operatsiya qilsanglar, birasining ko'zi to'g'ri operatsiya qilish mumkin. Lekin asosan hammasini xato operatsiya qilsizlar va ko'zni buzib qo'ysizlar. Chunki shunga o'xshash bu videoni bir qatim ko'rib, yo bo'lmasam shu bir xil tahlil qilish usulini o'rganiblar, operablamkin buni bilan tahlil qilsam to'g'ri chiqadi ekan, buni bilan foydali ekan desanglar, buningki ishonish darajasi tuvan bo'ldi. Mening sizlarga tavsiya qilganim, misol men normalda savdo qilgan vaqtimda taxminan 9-10 xil
ommaning bericha bir ikki xillam tahlil qilishga tushib qolganlar bu qilib ikkilanib qolmay va ommayma asosan ommayma amaliyot chiqlar to'g'ri chiqib qoldi ammo lekin ishonch darajasi to'g'ri bo'ldi chunki u endi demakchi o'g'lim misol bir tal Fibonacci'ga asosan faqat Fibonacci'ning ham sababini olmayman nurg'ulg'an qarshiliklarni tiyaklarni sizma ani xilma xil patentlar bor misol uning ichida patentlarni ko'rma ananing xilma xil candlestick formasyonda bor ularni ko'rma ashlarning hammasi o'rtaq bir nuqtada ananing indikatorlar bor misol MACD o'zimning doim ishlatadigan muhim ishlatadigan indikator misol MACD indikator deymiz aniki RSI indikator va RSI'ni qatmatma hozir shunaqa indikatorlar xilma xil narsalar bor boshqa yana sizlarga bu bir soatlik dars tushuntirib bo'lmaydigan darajada jiq texnikalar bor shularning hammasini qilgandan keyin andan hammasi bir o'rtaq bir nuqtada kessa ya'ni 8-9 xil eng oz deganda andan keyin shundan bir nuqtada qo'rqmay olaman ishonchlik u chog'da andan keyin bir minus bilan ketib qolib yo ziyon setilib ketib qolsami bo'pti alak mo'li deymiz unda chunki u men shu qadar tahlil qildim va andan keyin uningdami yana agar xato men ketib qolgan bo'lsa uning alak mo'li deyish kerak lekin hatto uyganma yoki dadkam qilib qimodek shaklda usudo va tushudo deb mumkin qilsanglar bu butun qimoga aylandi bu soda gapning temisi o'zira ketib qoldi yani demakchi o'g'lim ya'ni men sizlarga hozir uyutayotgan bir tal texnikaga olib kirib bilamkan bu haqiqatan muhim texnika Fibonacci ammo bu bir tal texnik bilan mumkin savdo qilmang deb o'ylab qolsanglar balki xatolashib qolmaysizlar shuni eskartib qo'yishni o'ylashdim miyadimi gapni chiqib ketsak bu yerda mening demakchi o'g'lim 61.8 miyaga oz qolgan yeni ketibdi yo 50 ta chigib ozroq nima bo'libdi mishada nima qilibdi demakchi emas mishada bir tal qarshilik bor demakchi men qarshilik bor miyada bir tal ya'ni tiyak bor ustidan pastga qarab mangan vaqtda mishada bir tal tiyak bor bu tiyakni men bundalam ko'zim bilan bundalam bir qarab bilan bila olmayman bu yerda bir tal tiyakning borligini Fibonacci sizmisanmi ammo lekin hamda sizlarga oranglarda yangi o'rganayotganlar va hech bir nima bo'lmagan hech qanday bir tajriba saboqlarlar yo'q degandek yoki bo'lmasa ozroq bilganlar bo'lgan ekan buni bir qarab bilaman qilishinglar mumkin shunga shunaqa bir-birlab qadam tushuntiryapman andan keyin yig'ib yo'yib kelsak chiqib misol men xohlagan bir yerdan xohlagan bir yerga qilay mousni to'xtatma yerdan qilay misol qilgan bo'lsam qo'ygan bo'lsam qarsanglar 38 bir tushibdi 38 2 tushibdi miya chiqib yana tushibdi hatto dal mush nuqtaga endi misol men hozir Fibonacci'ni o'lchamay turib miyaga tushishning sababini yana bir qatim hisoblab boqay chunki men miyaga tushishni miya bilan bo'lgan 38 2ga tushibdi deb hisoblab olsam xato bo'ldi chunki bu oldinburun bu Fibonacci qaytadan bir sizilish kerak bu yerda ashuna bir yuqori nuqtaga dastlabki 0% ustiga chiqib bo'ldi yalib shunga men dal mush to'g'ri nuqtadan bir bir qatim sizib boqay miyagacha miya chiqibdi ustiga chiqib pastga tushibdi qaragan bo'lsanglar qaranglar birinchi qatimliq Fibonacci'dan nuqta 38 2 degan persentda ikkinchi qatimliq uzun oraliqning Fibonacci'sida 68 da yani 61.8 degan persent dab medal üst tushibdi bu deganim misol hatto sizlar nuqtada miyada bir tal qarshilik sizib miyada bir tal qarshilik bor desanglar u to'g'ri bo'ldi ikkinchi qatimda burunqi bir Fibonacci'ning nimasi bu to'g'ri bo'ldi uchinchi qatimda miyada yana bir tal Fibonacci desanglar agar ustimiz tushib qolgan bo'lsa demak 3 xil nimaninki o'rtaq bir nuqtasi deb qarasanglar bo'ldi amaliyotda andan keyin yana boshqa texnikalarni qo'llansizlar trend line deydi xilma xil nimalar bor ashuna hammasidan foydalanib mush nuqtada o'sishga oldiganliginglarni bilishinglar kerak keyin vaqt kelganda necha oydan keyin xo'sh qisqasi mushunchalik hamda gapni yig'ib yo'yib kelsam bu Fibonacci'ni bundan ortiq hamma narsani bir-birlab sanab o'tirishning hojati yo'q tushuntirib qo'ydim endi qolganini o'zinglar sinashinglar kerak endi mana bu retracementni so'zlab bo'ldim endi mana bu Fibonacci expansion ya'ni Fibonacci'ning kengayishi ya'ni bayatdan qisi men A'dan B'ga sizatdim va buning ichidagi asosliq ma'arliqdan yenib ketganligini hisoblab chiqqandim men
uning mas sirtidikilar bilan ancha karim bo'lib ketmadi bayatdan. Endi expansion degani bu kaynidiki, ya'ni ustidagi boshqa yerlardagi orliqlar bu hisobda. Endi mayaga hamda azob qamsin deb jiqraq qilib qo'yay deb masallarni yozib qo'ydim. 61 8%, 100%, anikin 127 da 2%, 138 2, 161 8 deb. Ama bu men bularning hammasini ishlatmayman bunchalar jiqsanni, chunki bu bunchalar jiqsanni ishlatsam, misol men hozir qarasanglar, bunda hozir faqat 2 ta narsa bor. 2 ta narsa yozib qo'ydim. Bu yerga bir patma narsa yozib qo'ysam, hammasi qator bir patma qo'yib bu yerda shuna qaysi qarshimliq bilamay, ko'zim imirchimroq tushdi. Shuna meningki takrar anikin darslarda ko'rgan darslarda ko'rdim buni, jiq darslarda ko'rdim, anikin o'zimning takrar sinoqdan keyin asosan bo'ldi mushuk sinab ishlasam bo'ldi-ku degandan keyin nimasini depressiyaga persentni bu persent nima desa 100% eng muhimi anandan keyingisi bu 1.1000da 382 degan nuqta shu. 2 tal nuqta faqatlam. 2 tal nuqtadan ishiltma. Agar xohlasanglar, misol mening ba'zida ishiltilgan nuqtam bu nuqtani ishiltib qo'yman. 1.618 ni. Bu oltin bo'lish nuqtasi. Uni qaytib qo'yman. Misol uni qat qildim misol bu yerga 1.1/618. Misol bu yerga 161 da 8% 8 deb yozib qo'ysak bo'ldi. Yozib qo'ysak, misol men hozir ishim yo'q-ku, men ustida okey deb qo'ysam, bu yerga 161.8 deb chiqdi hozir. Misol hozir men ham buni bir ishlatib boqay misol. Qanday ishlatamiz deganda. Misol hozir men bu dollarninki Shveysariya frankiga nisbati bu grafikda misol bunda qarab qo'ysam HPB unda bir bakam misol bodek turdi taxminan. Men buning darsdan boshlashdan burun siz boqmagan. Qaranglar misol bu yerda. Misol ma sizni hozir ma nuqta, mening oldigan nuqtam bu yerda, üstki oldigan nuqtam. Ya'ni dal chishibdi hisobda. Bu nimaga gap desanglar hozir? Sizlarga bir dastat buni boshlashga ozroq nazariyasini so'zlab beray buni. Ya'ni bir ko'rdinglar bu yerda unda ustiga mangdi, ya'ni men bir shani o'zimga ozroq chizib, boshda bir ozroq tushuntiray buni. O'sidi tushudi bu siksak deydi buni. Andan keyin da bo'ladi, yakons miyan sog'lomida ustiga chiqibdi, pastga tushibdi deb sog'lom bo'ldi, yakons biroqlar ustiga chiqibdi sog'lom bo'ldi. Qisqasi mushlar sizdigan nima bor? Men mush sizdiqlarni mana sham grafikni o'z ichiga olib bir qisqacha bir sizlarga bir chizib beray. Misol mana bu A'dan rangini qara qo'yay. A'day voy men uyg'urcha chizib ketmoqman. A'dan B'ga Neli? Endi hozir bir A nuqtadan B nuqtaga mayli 10 nuqta ya 100 nuqta ya 1000 nuqta o'sibdi. O'sgandan keyin bir kayniga bir nima qilib azroq bir yanadi. 5% bayatda Fibonacci'ning kelimizda. Azroq yandi deyli, qancha persent yangan bo'lsa, bu nuqtani C deyli hamda. Anandan keyin bu mening hozir mayadagi ma'noda qo'llangan expansionniki nazariya, bu bir nazariya amniyatda. Bu nazariyaningki asosiy prinsipi nima desa,
mayli bu odim biga o'sgan bo'lsin yoki bu dal bundoq aksicha odim biga bundoq amada bir bo'lib anandan keyin amada bir shaklda mataraf tushmoqchi bo'lgan bo'lsin qanday bo'lishidan qat'iy nazar chiqib baribir ma'lum bir yo'nalishga mengib andan keyin keyinga azroq yenib andan keyin yana davomlashtirgan ish bo'lsa kechiringlar man taladiyaman varanchiroq ketib qoldim darizini chiqib o'tganman bir şeyde yani adım biga östü yak düştü anaki kaynağı azraq yandı siga emdi bu yerdeki nazariyanın asas prensip nima desa sidin başlap eğer de davamlıq yana şu adım biga bo'lgan yo'nalish qarab mangsa mangalab qilib qalsa yani mengib qalalısa cuma oldingi sharti cho'qim mangdu degan gap emas bu mangalab qilib qalalısa va muş abichilik orliqni mangalab qilib qalsa yani hozir mana nuqta deylayli va gapning nimasiga obdan diqqat qilgan mazmuniga xato tushunamanglar degan gapimni va da'vatim men odim yig'mangdi mana hozir men nima qilay uzluksizliklar ifodalay Tamsa başqa tushunib qolmanglar. Hozir odam bir ming bo'ldi, birdan sir ming bo'ldi. Endi ketib bordi bu bozor. Amiyada bir tal betal sham grafikdan birisi chiqdi, uzun, o'sadigan, ustiga qarab mengib ketyapti deyli. Ketayotgan vaqtda bu miyaga keldi, bunda chiqdi miyaga kelib, dal mush D nuqtagacha kelalab qolib qolalsa agar anandan keyin mush D nuqtadan boshlab tushdi degan bir nima dal mush D nuqtada tushishning ehtimoli yuqori degan bir prinsip bu hisobda. Yani bu yerdagi nima gap nima desa hisobda AB tang CD degan gap bu hisobda. AB tang CD degan gap. Bu albatta misal bu harflarni yozib o'tirishning hojati yo'q. Misal mana tushgan grafik bo'lsa, ya A, B, C, D bo'lsa, ham yerdan boshlab endi mana bir ustiga chiqish kerak degan gap bo'ldi. Ustiga chiqish kerak. Qancha pep chiqadiganini, qancha nuqta chiqadiganini o'zinglar hisoblaysizlar normalda. Chiqish mishada chiqish kerak degan gap. Andan keyin miyada yani D nuqtadan boshlab yani mush prinsipda hamda. Bu tushish kerak degan gap bo'ldi. Bunun hamda nazariyasi mishayich bo'lib tursin, hamda qog'ini hamda amaliyotdan ko'raylik. Hozir bayatın ko'ngilinglardek miyani bir sizdan miyadan yani A nuqta o'zinglar kalanglarda o'ylab qo'yinglar. Ma A nuqta, ma B nuqta, ma C nuqta, ma ya D nuqta. Miyadan o'sish qolsa degan gap. Okay. Endi ma nuqtadan ma nuqtaga kelib boqay. Okay. Misal qaragan bo'lsanglar, mana yarim soatlik grafikni ochaymi? Misal hozir qaragan bo'lsak, hozir miyadimi misal ma nuqtadan ma nuqta tushibdi. Miyadan qilib, garchi ma nuqtada qarasanglar, cho'ng jihatdan qarasanglar miyadan asta tushib ketgan qamlan, ammo kichik jihatdan qarasanglar miyaga mousening uchiga dal shu nuqtada ustiga yenibdi. Ustiga yenib 11 nuqta yenibdi oran. Bu cho'ng bir nuqta emas u. Qandalimiz azroq o'zim yenibdi ham dashada. Chiqib o'lib tubtuz ketib qolmabdi kamida. Ham ziyonim setilib ketmabdi, shunisidan olgandimi, yana ziyon setilmay ekan. Anondan keyin mana yana bir soatlik grafik aklay.
Misol hozir ma'lumotdan menimcha chiqmaydi deb o'ylayman. Bu chunki bak uzun. Belki bak keyinda chiqishi mumkin bu yerlar. Chiqdi ekan. Qarsanglar, misol men yozdim, nima A, B, C. Cho'qim peliklarni hisob qilishinglar kerakmi? Ya'ni qattiq obda o'ylashib to'g'ri sizinglar buni, sizganda. Ana keyin qaragan bo'lsanglar, men hozir demak ma nuqta da ma A, B, C, D. Ya'ni A, B tang C, D degan formasyon bo'yicha qarshilik shu nuqtada deb tushundiramiz. Ama lekin buni endi misol men oldiga sho'sa men qarayman, u bir xil ABC'ga qarab turib bir narsa olmayman normalda. Men qarsam men bir xil qarshilik bor, mana. Mana shata bir xil qarshilik bor. Shu qarshilikni nima qilma, andan keyin boshqa Fibonacci sizma, andan keyin yana trend liniya tarafturi hamma narsani bir patma narsani sizib, yulduzlarni sanab degandek men tushib qolgan gap. Shuningla andan keyin misol yana boshqasini qaraylik. Misol men qaraylik. Men qarsak, ba'zilarda tushmaydi, ba'zida minusib mangdi. Chunki nima bo'lsa, bu misol men ham tushibdi. Yana pastga qarab ne yaptı. Lekin demakchi o'g'lim misol bu bir tal texnikani berib uyg'uniblarmikan, berib savdo qilib foydalangan shu bo'lsa, men savdoda 90% adam 95% adam ziyon tortgan savdoligini men 1 soat dars so'zilgan. U chaqda ziyon tortmaygan bo'ladi. Ya'ni bunchalik bir oson bir texnik bilan agar foyda etmoqchilar shu bo'lsa. Misol men qarsanglar bu yerga ulashmabdi. Balkim kunlardan birda boshqa bir kunda ulashishi mumkin. Chiqib qisqasi ham ulashmagan bo'lsa-mu garchi miyada, lekin oralikdagi farq nihoyat kichik. Aram 5 nuqta. 5 nuqtadan farq bor. Lekin qarab baxsanglar miyada dal ma tarafdan, sol tarafda bir qarshilik bor. Buni ham normal tahlil qilishni bilgan odam bu A, B tang C dega saqlab o'tmaydi normalda. Jiq narsalarni tahlil qilib, miyada qarshilik bor deb shundan nurg'ulg'an qarshiliklarning o'zaro bir-biridan kesishgan nuqtasiga ilishib tanishgan gap shu. Misol men qaraylik. Bu ya yaqin kamapti taqa. Xo'sh. Shunaq. Misol boshqalarni nima siz boqayli. Qolsanglar. A, B tang C D. Misol miyada ziyon bo'pti. Boya degandek. Ya'ni salomat joyi o'tdasday mana. Misol qarasanglar hozir miyada A B tang C D degan nuqta. A B tang C D degan nuqtadan aran 20 nuqta tushibdi lekin 20 nuqta tushibdi. Balki kichik bir nuqta bu 20 nuqta degan. 20 tushibdi keyin yana qaytib menibdi va men yerda mening stop loss ziyon setilgan nuqtam. Ya'ni bu nuqta 1.300 necha degan nuqta, 382 degan nuqta. O'sha stop sotaman normalda. Faqat bu AVC'dan emas, normalda ko'rmam stopga niyat etishimni. Shuningda taxminan o'zimning o'ylagan nuqtam bilan bu nuqta agar ustimiz tushib qolgan bo'lsa, aşağı stop tanishayman. Misol hozir buningda qarasanglar, mana 6 nuqta kelibdi qaranglar. Misol 1.608 dal misha kap, misha turibdi mabaza. Turib miyada oxir busib o'tibdi. Busib o'tib ketib ana shu hali o'qibdi. Qisqasi yig'ib yo'yab kelganda shu bu Fibonacci'ning qanchalik foydali, qanchalik nima yaxshi bir texnik ekanligini ko'rdinglar o'zinglar. Samiyagin bir siz baqli. Miyada bir qatim yenibdi. Mana agar mayaga raqsdan qilsak, qarasanglar mana. Qaranglarmi? Matva nuqtadan ma yuqori nuqta undaq bo'ldi. A, B tang C D. Bu yer degan gap ekan. Herkes bundaq qilganlarda o'ylamanglar. Mani
misol hozir A, B bundaq qo'y. Mana uzluksizlikni butunsiz qilay, mana to'm qilay. Ko'rinsin. Sama hozir A, B'ni mana tarafdan ko'rsatib turay. Mana mishak kelibdi qo'y, mana cho'qqa. Yo'g'antib olib berib qarasanglar, A, B tang. Bu yerdan kelsanglar. CD. Ya'ni dal mushu nuqta tushdi. Ammo misol ma'nodan hozir miyaycha 4 soat 5 soat kelgan bo'lsa, bu yerda cho'qim 4-5 soatga cho'qim mishak kelishga degan gap emas u. Barıdu diye berip kalalısa diyen gap. Barıdu diyen gap emas hatta. Berip kalalısa diye düşünümüz cuma bunu. Yani demek ki oğlum A, B, C. C miyad ben C'de biktime. Dep miyadın alıma, miyadın elip, miyad satımı sağlamaylar kız. Bu bütünle 100% hata bir tahlil bu. 1% doğru yürü yok bu tahlilin. Benim de arka tahlil A, B çıktı, C'ye düştü, anikin D'ye çıkalap kalalısa, yani diyen gibi ya da hazır. Bunda grafinin olsa A ile B'ni sizip, C'ni sizip, D'ye yüzdal grafinin 10-15 aran çıkıdı. Mis çıkıyamaydı. Güzel misal, karsanlar misallardır. Misal ya, da kınım kılıp çıkıp, bunda graflar yaman cık, ben sizlerle hazır onu izlep oturmayın. Qısqası aşina qılqı çoxum çıxalaydı degan gap yo'q bu yerda. Bazala menga vurdu, misal miyadımı A, B, misal A, B, C. Mana miya C, mana D miya chiqmabdi miyada. Miya turibdi, miyadan pastga tushib ketibdi. Ammo misal miyaning hozir ko'zamchilik qildi hozir mana nuqta. Misal miyaning bir qancha siz baqay. Qaranglar, dal shu nuqtaga az qolgan nuqtada bir nechalam nuqta bor bu yerda. 4 nuqta, qarang. 4 nuqtadan qolgan oraliqda yeni ketibdi hisobda. Buni sizlar o'zingizlar o'ylashinglar kerak, qanday bo'ldi debchi. Misol men bularga birlik qarablam hozir miyada bir tal bir tiyak bor. Bu tiyak anankin miyada bir rayon qarshilik bor, rayon miyada miyadim bor bu texnologiyasi. Albatta miyalarning bir to'qinishlar bor ekan. Qisqasi bu bakchiq bir orliqniki to'qinishga ma'orliq. Qarshilik va tiyaklar yamanjiq takrorlangan yo'llar. Shunga ABCDning tang bo'lgan rayoni anankin nima misol sizlarga hozir boshqanimi qilay, misol Fibonacci'ni qarab baqilay. Fibonacci misol sama nuqtadan mana nuqta tutashtirib baqay. Tutashtirsam 50 degan nuqta 50%. 50% miyada ekan, 61.8 miyada ekan. Taxmin 50% model 20 degan gap hamda bozorniki. Ashna bir nuqtada ekan, miyadni qilib baqsam 38 50% az qolgan nuqtaga dal ustimiz tushib ketgan rayonlar emas ham hech qaysisi. Shuni asmi lekin hamda ma'lum bir nima bor hisobda. Jiq foydali taraflari bor. Demakchi o'g'lim bayatın deganim 8, 9 tal, 10 tal, 11, 12 tal texnikaning hammani qo'llanish deganim dal mishadagi hozirgi texnikalar misol bayatınki A, B, tang, CD deganim bir yana qarshilik tiyaklarni hisobidan bo'lganlar 2 hatta mana Fibonacci yaxshi tushib ketmabdi. Qisman tushibdi hamda 50% ga tushibdi misol. Amallik 50% pek yaxshi ko'rib ketmayman. 50% samiya 50% tushibdi. 50%dan u gap hamda 50% dal tishlab kayniga yenish kerak degan gap emas hamda. Misol hozir buni men misol 4 soatlik grafikni qilaman bo'lsam, 4 soatlik grafikni qarasanglar, hatta bu pelikning dal o'tirsa hozir 50% degan. Bu yerda bozor taqalmagan bir rayon. Demakchi bu nima desa bir necha soat ichida tushib, tez surat sho'ng'ib chiqadi degan gap bor bu yerda. Demak, qarshilik buning o'zi 50% o'zi bir qarshilik degan gap bo'ladi, tiyak bo'ldi hisobda. Shunaqa gaplar. Shuningdan bu soatlik dars mishada oyoqlashdi. Fibonacci gerçi nihayeti pek mühim bir mazmun bu. Ama qağını o'zinglarning tirishchiliklarga bağlıq, o'zinglarning chiziqlarni chizib, qilib 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 qilsanlar bo'ldi.
Andan keyin YouTube kanalda kanalning nimasiga qaragan bo'lsanglar, misol xohlagan bir videoni ichib qolgandan keyin mana bu hammani ko'rmaydiganni bossanglar, bu yerda meningki nimam bor, telefon nomerim bor, WhatsApp nomerim, ana mana bu Instagramdagi va Twitter'dagi degandek email adresim bor. Shular orqali men bilan aloqalashsanglar bo'ladi, aloqalashib, misol agarda siziq sizib qolganlar bo'lsa, undalar bor, meningki misol o'zimning inim bor, fikrlarim bor, siziqlarni sizdi, ana keyin boshqalar bor, shu videolarni ko'rayotganlar, shunaqa o'zining sizgan siziqlari degandek narsalarda qiynalgan narsalar bo'lsa, ko'radiganlar bor. Nima qilib menga avatidim shu WhatsAppdan, ma bo'ptimi, bo'lmabdimi deb. Sizlar mana shunaqa qilsanglar bo'ladi, men albatta yordam qilaman. Bu navbatda bu taqdim bu darsliklarni men Assalomu do'stlar, yaxshimisizlar? bu Nasıl Alimjon Ahmad? Fibonacci, ya'ni bu sham grafikning normal darsliklari bularni hamisi. Bularni men haqsiz so'zlayman. Andan keyin kunlarda Xudoyim ursa inshaalloh Allohga mening o'zimning yana o'zimning ishlab chiqargan nahv darsliklarim bor. Ammo men ularni hozir o'qiyman. Hamma deb ko'rdigan ya nimaga uni nereden chiqardi? Hamma odam ko'rdigan yerda chiqmaydi u. Bir yerda bor videos. Misol mana videolar bor. Haqli videolar. Bularni boshqa shu nima maxsus ko'rdiganlarga ham ko'rinadigan qilib qo'yman. Hesapda nima qilib qiziqadiganlar bo'lsa men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Andan keyin YouTube kanalimni yoqtirib, andan keyin bir-biringlarga avatib qilsanglar, birlikda, kuch birlikda deb, kuch o'mlikda degan gaplar bor. Ya'ni misol men ugunib boshqa birisi ugutib qo'ysam, mening yanchiqim kirgan pul hargiz azab qolmaydi bu yerda. Shuni tushunishinglar kerak. Biz Uyg'urlarni yomon dunyodagi boshqa millatlar bilan solishtirganda biz bak namrat millat hisobda. O'ylamanglar, aning mashinasi va Mercedes ekan, Audi ekan, aning manchi pul va millioner ekan, milliarder ekan deb o'ylamanglar. Mening bu yerda da'vat qilaman, boylarningki umumiy nüfusga nisbatini hisoblab kelganda va shu boylarningki o'zining bir pulisini hisoblab kelganda dunyoda biz bakkayn turmiz, ishnalar bu yupimga. Afrika ellerildim hatta tüve orun turmiz biz yomon ko'z qilishqamroq nim qilgan bir millat hamda. Shuna bo'lgan ekan biz topgan taginimizni nim qilib kredit kartadan pul chiqarib turib mashina sotib olib turib ko'z qilgan millat bo'lgan ekan boyda ko'rinib qolamiz, ammo biz haqiqatan bak nomrat bu jihatlarda bak dunyoning kayin turmiz. Shunga men bu darslarni nim qilib bir o'sha qarindoshlarni nim qilib bir azroq bir ugunib qilsin deb o'ylashib qildim. Buni dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar o'rganib bo'ldi. Misol bo'lib Turkiyada shunday qiyinchilikda yashayotgan Uyg'urlar bor. Nima qilib shularmi agarda tirishchan Uyg'urlar bo'lsa, o'rganib qilsa, tamom bugunning o'zida yanchiqlar pullar bo'lmasa mumkin, ammo barbara nima qilsanglar, shuni bir o'rgansanglar 5 yil, 6 yillab o'rganib, pishqa vaqtlarda bir kunlar bo'lmay bir kuni qo'lingizga pul kirib qolishi mumkin. Ashchalar dars bilan sep qilsanglar, agar to'g'ri durust sodiqlar qilib qolsanglar, cho'qim foydali manslar. Andan keyin u yerning bo'lib Turkiyadagi bir davlatlarning nüfusida, nima iqtisodiy nimasida bu sodada $2000 mablag' sep qo'ysanglarmi, bir oylik turmushinglarni qamdab mingaverasizlar bu sodada. Agar yaxshilab qila olsanglar, u gap so'z yo'q uning nima ish nima. Misol men bu normal ben bu şu 2019 yılı 8. ay desmi sağın sebep qilib bonuslarni elib bonuslarni keyin qaytarib o'tib diyana qildim. Hozir shu taxminan şu har oyda shu 2300 euro atrofida foyda qotman. Hisobda shu Germaniyaning o'zini misol men hozir ishlamasam, o'zimning jonimni o'zim beqiyverman, davlatga qarab qolmay degandek ashuna qila olmayman shu. Gerçi yangidan dasmi saqam bo'lsam ham bu pulni men normal ishlatib ketmaganligim uchun o'zimning maoshimni ishlatib qolganim uchun bu pul bo'lgan ko'paygan sari qolgan lot soni ko'paydi. Shunda oydan oyga, yildan yilga barbara har oyda kiradigan pul 10 minglab, 20 minglab pul kirish boshlaydigan gap. Shunga buni
Öyrənməkçi olanlar göz aldığınlarının, bununların uçunu gözləmək 10 yıl, 20 yıl, hətta keyinki nimalarni pensiyaga chiqqan vaqtlaringlarni shularni ko'zlab turib ashuna qilsanglar bo'ladi. Anaki videolarimni yoqtirib, boshqalarga do'stlaringlarga degan avat qilsanglar, shuncha ko'p Uyg'urlar ko'ra olsa, foydalanib qilsa, bu millatimiz uchun, hammamiz uchun yaxshi. Shunga videolarimni ko'plab taqib qilishinglarni umid qilaman. Rahmat, gapni bak chiqib ketdim. Allohga omonat bo'lsa, keyin qitimliq darsda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.